Payg'ambar alayhissalatu vassalomning qabrlariga qo'llari bilan ishora qildilar. Men mana bu qabr egasidan eshitdim, ya'ni Rasulullohdan eshitdim deyaptilar. Men mana bu qabr egasidan eshitdim. Qaysi bir mu'min, qaysi bir musulmon bir birodarini hojati uchun harakat qilib chiqsa, mana o'sha masjiddan chiqmoqchilar. Bir birodarini hojati uchun uni hojatini ravo aylash maqsadida o'zini turgan joydan harakatlansa, borsin o'sha hojatini qilib bersin yoki qila olmasin. Uddalasin yoki uddalay olmasin. Mana shu amalini o'ziga e'tibor qiling yoshlar. Mana shu amalini o'ziga meni mana u masjidimda 10 yil e'tikof o'tirishidan ajri buyuk bo'ladi dedilar. Allohu akbar. Kim o'zi oramizda bormikin? Oramizda bormikin yoki arablarning o'zlarida nodir bo'ladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning masjidlarida kim 10 yil e'tikof o'tira oladi? O'tira olgan. Kamdan kam millionlagan insonlarning ichida nodirlar, mana qo'l bilan sanaladigan holda o'tira olmasa, 10 yil endi Payg'ambar alayhissalatu vassalomning masjidlarida o'tirish hammaga emasda. Lekin siz biling, siz o'zingizni shu qishlog'ingizda turib, To'labey deydigan mana avulda o'tira solib siz ana 10 yillik savobda, ajrni qalay olasiz? Allohdan qo'y bu. 10 yillik deb tur, voy, To'labey, maşallah. To'labey qishlog'ida mintaqangizda o'tirib, faqat sharti shu. Shu tabassum qilasiz, birodaringizni hojatini ravo aylaysiz.